Ko'pchilik so'raydi, tayyor xonlar ham bormi deb. Mana tayyor xonlar bor. Qanaqa razmeridan kerak? 1 ga 95 mi? 1,5 ga 180 mi? 80 ga 1,5 mi? Shunaqa xonlar bor. Albatta hazil do'stlar, bular hammasi zakazga. Biz только zakazga yasaymiz. Uylarda razmeri har xil bo'ladi-yu. Ko'pchilik so'raydi, tayyori bormi deb. Tayyorni qilib qo'ysak, razmer to'g'ri kelmay qoladi, shuning uchun turib qoladi bekardan. Material zaynat bo'lmasin deb zakazga yasaymiz. 1 hafta 10 kun ichida bitkazib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Hozirgina bu xon taxtalarni laklab bo'ldik, chiroyli bo'lib chiqdi. Hozir mana videoda unchalik ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin живой ko'rsanglar, xudo xolasa zo'r chiqdi. Glyansiy bo'lib, yartilashlari ham chiroyli bo'lib, materiallar ponni sasnadan bo'lgan, quruq yog'ochlarni ko'rinishi boshqacha turibdi. Laklangandan keyin ham o'zini vidini beradi. Bir ejamiz zakaz qiluvdi. 4,5 ga 185 lik joyga 1,5 dan 3 ta tushdi. 1,5 ga 185 qilib berdik. Ertaga xudo xolasa bularni olib borib, uchosini olib joylashtirib kelamiz. Bu yerda bu addenniy boshqa zakazniki bir qarindoshimizga qilib berdik. Buni razmeri 95 ga 1,5 dan bo'ldi. 95 ga 1,5 dan 4 ta. U yerda ham bor. Yana keyin 80 ga 1,5 ham bor. Shuni 6 ta xon qilib berdik ularga. Shunaqa do'stlar, kimga shunaqa xonlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Tinch bo'linglar.